Amitabh Bachchan Hind kinosining tirik afsonasi. Aktyor, teleboshlovchi va siyosatchi. Vafoti haqidagi mishmishlar ham, mashhur aktrisa Rekxa bilan munosabatlari ham uning kasbiy nufuzi yoki obro'siga putur yetkazmadi. Uni ming yillik aktyori, millat ramzi sifatida ulug'lashadi hatto. Muxlislar uni Big B deb atashadi. Amitabh Bachchan 1942-yil 11-oktyabrda shoir Harivansh Ray Srivastav va bosh vazir yordamchisi Teja Suri oilasida tug'ildi. Uning Ajitabh ismli ukasi bor. Otasi Bachchan, ya'ni aybsiz degan nomni taxallus sifatida tanlab, ijod mahsullarini shu nom bilan e'lon qila boshladi. Keyin esa butun oila undan familiya sifatida foydalanadigan bo'ldi. Amitabh Sherwood kollejida, Naynitaldagi maktab-internatda, keyin Dehli universiteti qoshidagi Kiroli Mal kollejida ta'lim oldi. Yoshligida uni g'azablangan yigit, Angry Young Man deyishardi. Bachchan kinoda suratga tushishni bolalikdan orzu qilardi. Buning uchun unda barcha jihatlar bor edi. Yoqimli ko'rinish, baland bo'y va yoqimli ovoz. Ovozi tufayli Bachchan radioda suxandon bo'lib ishlay boshladi. Kinoga kirib borishiga esa ota-onasining tanishlari yordam berdi. Amitabh Indira Gandhining tavsiya xati bilan 7 hind filmi ijodkorlari yoniga bordi. Lekin film tijoriy jihatdan omadsizlikka uchradi. Uning keyingi filmi Parvona ham e'tiborsiz qoldi. Lekin Anand filmi Amitabhga Filmfare mukofotini olib keldi. Zanjir filmi ekranga chiqqandan keyin esa artist chinakamiga mashhur bo'lib ketdi. Amitabh eng kassabob aktyorga aylandi. Asta-sekin unga ojizlar va xo'rlanganlarga doimo yordam qo'lini uzatishga tayyor, qo'rquv nimaligini bilmas mard yigit obrazi yopishib qoldi. Xalq har bir rolini haqqoniy ko'rsatib berishga urinadigan aktyorni juda yaxshi ko'rardi. Bachchanning 1975-yilda chiqqan filmlari orasida ikkitasi Hind kinosining mumtoz namunasiga aylandi. Birinchisi Devor filmi bo'lib, Amitabh unda jinoyatchi rolini o'ynadi. Ikkinchisi Qasos va qonunda Bachchan Dharmendra, Hema Malini va rafiqasi Jaya bilan birga suratga tushdi. Qasos va qonun kinoijarada blockbuster nomini olib, barcha davrlardagi eng yaxshi Hind filmlaridan biriga aylandi. 1976-yilda chiqqan Sevgi bu hayot filmida Bachchan yosh shoir Amit Malhotrani gavdalantirdi. Amitabhning karyerasi 1982-yilda barham topayozdi. Hammol filmida suratga tushayotganda Amitabh og'ir lat yedi. Taloq yorilishi oqibatida bir oy komada yotdi. Ishga qaytganda esa ssenariy o'zgartirilganini bildi. Ilk ssenariyga ko'ra Bachchanning qahramoni halok bo'lardi, lekin o'zgartirilgan ssenariy bo'yicha uning qahramoni tirik qoladigan bo'ldi. O'sha yili rejissyor Ramesh Sippyning Shakti filmi ekranga chiqdi. Bu film Amitabh Bachchanning Dilip Kumar bilan birgalikdagi yagona ishi edi. Film bir nechta yo'nalishda Filmfare mukofotiga nomzod qilib ko'rsatildi. 1988-yilda Shahanshoh filmi ekranga chiqdi. Bu film Bachchanning ekranga qaytishi bo'lib, tijoriy jihatdan muvaffaqiyatli chiqdi. Lekin keyingi filmlari ijarada omadsizlikka uchradi. 1990-yilda Olovli yo'l filmida Amitabh otasining vafoti uchun qasos oladigan Vijay Chauhanni o'ynadi. Bu ishi uchun aktyor eng yaxshi aktyor sifatida Milliy kino mukofotiga sazovor bo'ldi. Shridevi bilan partnyorlikdagi Xuda Gavah filmidan so'ng Amitabh prodyuserlik faoliyati uchun yana tanaffus oldi. Mashhurlik avjida Bachchan parlamentga saylovlarda g'olib bo'ldi. 1997-yilda unga nisbatan korrupsiya aybi bilan ish qo'zg'atildi, lekin aybini isbotlasha olmadi. 90-yillarda Amitabh parlament yuqori palatasida raislik qildi, ammo ko'p o'tmay kinodagi faoliyatiga bor e'tiborini qaratishga qaror qilib, siyosatdan ketdi. Bachchan biznesda ham yetakchilik qildi. Ukasi bilan birga yo'ldoshli televideniyani rivojlantira boshladi. Kim millioner bo'lishni istaydi teleshousining hindcha talqiniga boshlovchilik qildi. U asos solgan Amitabh Bachchan Corporation Ltd xonavayron bo'ldi, lekin keyin mamlakatda eng yirik kompaniyalardan biriga aylandi. 1997-yilda kinoga qaytgan Amitabhning Ajal olib keluvchi filmi muvaffaqiyatli chiqdi. Shundan so'ng u yana ko'plab filmlarda suratga tushdi. 2005-yil Bachchan uchun omadli keldi.
Sanjay Leela Bhansalining Zulmat filmi unga ko'plab mukofotlarni keltirdi. Vaqt, Banti va Babli, Ota izidan, Adolatni izlash, Qalb amri singari filmlar ham muvaffaqiyat qozondi. 2009-yilda ekranga chiqqan Ota filmida Amitabh kamyob uchraydigan kasallikka chalingan bolani, otasi rolini esa o'z o'g'li Abhishek Bachchan o'ynadi. Rol uchun Amitabhga maxsus grim qilishga to'g'ri keldi. Uning ijrosi tanqidchilar maqtoviga sazovor bo'ldi. Shuningdek, bir nechta mukofot, xususan milliy mukofotga loyiq topildi. O'sha yili Amitabh Olovuddin kinoertagida jin rolini o'ynadi. Amitabh Bachchan nafaqat Bollivudda, balki Gollivudda ham ishlagan aktyorlardan. 2013-yilda Bachchan Buyuk Getsbi filmida Leonardo DiCaprio bilan birga suratga tushdi. 2018-yilda 102 yosh chegara emas filmi ekranga chiqdi. Bu filmda u Rishi Kapur bilan ota-o'g'ilni o'ynadi. Amitabh Bachchan yashashdan doimo zavq topa oladigan 102 yoshli cholni gavdalantirdi. 2019-yilda Bachchan ishtirokida Brahmastra jangari filmi, Badla trilleri va Siara Narasimha Reddy tarixiy jangari filmi chiqdi. 2020-yilda Amitabh Bachchan Ayushman Khurrana bilan Gulabo va Sitabo, 2022-yilda 34-qo'nish yo'lagi filmlarida suratga tushdi. Bachchan Tussu xonimning Londondagi muzeyida tirikligidayoq mum haykali qo'yilgan birinchi osiyolik aktyor bo'ldi. 1984-yilda Hindiston hukumati unga Padma Shri ordenini topshirdi. Bu orden hukumat mukofotlari orasida ahamiyati jihatidan 4-o'rinda turadi. 2021-yilda Bachchanga Padma Bhushan, 2015-yilda esa Padma Vibhushan oliy fuqarolik mukofoti berildi. Fransiya Amitabhning jahon kinosiga qo'shgan hissasini faxrli legion ordeni bilan taqdirladi. Bachchanning shaxsiy hayoti ham Hind filmlari voqealaridan qolishmaydi. 1972-yilda Qo'g'irchoqlar filmida suratga tushayotganda u Jaya Bhaturi bilan tanishdi. Ammo sevgi haqida gap yo'q edi unda. Aktyor Jayaga birga Londonga borib kelishni taklif qildi. Biroq u paytda bunday narsani tasavvur qilib ham bo'lmasdi. Jayaning otasi yigit yo Londonga yolg'iz boradi, yo uylanadi deb shart qo'ydi. Bachchan qizdan ayrilishni istamay, uylanishni tanladi. Bachchanlar oilasida bir o'g'il, bir qiz tug'ildi. Shveta ota-onasi kasbini tanlamadi, ammo uning turmush o'rtog'i mashhur kinochilar sulolasidan Raj Kapurning nevarasi, biznesmen Nikhil Nanda sanaladi. Abhishek esa ota-onasi kasbini tanladi. U dunyoga mashhur aktrisa Aishwarya Rayga uylangan. Mish-mishlarga qaraganda Amitabh Rekha bilan uzoq muddat munosabatda bo'lgan, lekin ikkala yulduz ham buni inkor etgan. Keyinroq Amitabhning nomini Zinat Omon, Rakhi Gulzorga ham bog'lashdi, biroq ikkala holatda ham mish-mishlar inkor qilindi. Amitabh Bachchan ijtimoiy tarmoqlarda ancha faol, ish jarayoni va hayotiga oid suratlar, videolarni muntazam joylab, fikrlarini yozib boradi. Aktyor 80 dan oshganiga qaramay, hamon ish va ijod bilan band.